15 yillik kompyuterchi sifatida men sizlarga hozir shunday narsa ko'rsataman. Kompyuter ishlatish ham вообще oson bo'lib ketadi. Любой приложениeni bitta tugma orqali kiradigan qilib qo'yish mumkin bo'ladi. Men sizlarga ko'rsataman. Ungacha like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Kommentariyada izoh yozishni unutmang. Qani ketdik. Hozir men sizlarga Word dasturi sifatida ko'rsataman. Bitta tugma orqali kiradigan qilish uchun, demak, Word приложениесini значоgi ekranda chiqqan bo'lishi kerak. Ustiga o'ng tugmani bosamiz. Свойства kiramiz. Va biz свойства kirganimizda mana yarlik bo'limida turgan bo'lishi kerak va pastda mana Bistri Visit degan joy bor. Ana shu joyga chap tugmani bitta bosgan holatda qaysi tugma orqali kirmoqchi bo'lsangiz, masalan, Wordga V harfini qo'yib qo'yaylik. W harfini mana V qo'ydik. Demak, Ctrl Alt W tugmalarini bosganda Wordga kiradi. OK deb bosib qo'yamiz. Mana Ctrl Alt W tugmasini bossak, mana Wordni ochib beradi. Любой приложениeni mana shu holatda bemalol ochib ishlatishingiz mumkin bo'ladi.